Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Yangi rubrikaga start bersak ham bo'ladi. Ana endi bugundan boshlab YouTube kanalimiz orqali har hafta tekin signal berib o'tishga harakat qilamiz. Oddiy signallar emas, hali birjaga chiqmagan coinlarni analiz qilib, oldindan minimal narx bo'yicha sotib olishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Shunga o'xshash rubrika sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu video roligimiz ostida maksimal darajada reaksiyalarni qoldirishni unutmanglar. Rubrikamiz bugungi sonida esa sizlarga Mind of Paper meme coinini razbor qilib berishga harakat qilamiz. Biz bo'lmasam boshladik. Bo'ldi, video rolikka davom ettiramiz. Aytib o'tganimizdek, bu video roligimizda sizlarga Mind of Paper meme coini haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Va sirazu aytib o'tamiz. Shunga o'xshash rubrikamiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bu video roligimizning ostida maksimal darajada reaksiyalarni qoldirishni unutmanglar. Natijada YouTube kanalimiz orqali har hafta shunaqa video roliklarni olgan holda sizlarga tekin signal berishga harakat qilamiz va hali birjaga chiqmagan coinlarni oldindan minimal narx bo'yicha sotib olishni o'rgatib o'tishga urinamiz. Xo'p, video roligimizning mavzusiga qaytadigan bo'lsak, Otabek aka, meme coin bu o'zi nima deydigan bo'lsanglar. Masalan, bizda BNB kriptovalyutasi mavjud va BNB kriptovalyutasi Binance birjasiga tegishli. Kelajakda Binance kripto birjasi rivojlanadigan bo'lsa, BNB kripto aktivining narxi ham ko'tariladi. Qaranglar, kriptovalyutalar 3 turga bo'linadi. Bu bizda kriptovalyutalar, altcoinlar va meme coinlar. Altcoin kriptovalyutalarning ko'pincha fundament, ya'ni kompaniyasi kuchli bo'ladi. Ammo meme coinlar faqatgina mashhur va trenddagi coinlar hisoblanadi. Ammo bu degani meme coinlar orqali pul ishlay olmaysizlar degani emas. Yaxshi meme coinlarni sotib oladigan bo'lsanglar, maksimal darajada rekordniy summalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Shiba Inu'ni yoki Dogecoin yoki Trump coinni oldindan sotib olganingizda juda ham katta daromad qilgan bo'lardingiz. Ammo bolalar, meme coinni sotib olishdan avval qo'ldan kelgancha to'liq analiz qilishga harakat qilinglar. Chunki bu yerda risk mavjud. Meme coinni sotib olganingizdan so'ng narx tushib ketishligi ham mumkin. Shuning uchun sotib olmoqchi bo'lsangiz, kompaniyasi bilan, ma'lumotlari bilan to'liq tanishib chiqinglar. Bugungi video roligimizda esa sizlarga Mind of Paper meme coin haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Boshladik. Xo'p bolalar, oddiy qilib aytganda, nimaga aynan bu coinni obzor qilyapmiz? Juda ham perspektiv va oddiy qilib aytganda kelajak katta meme coinlardan biri hisoblanadi va 2 kundan keyin уже pre-sale, ya'ni hozir sotib oladigan bo'lsangiz, 2 kundan keyin sotishingiz mumkin bo'ladi. Ammo sotib olishdan avval aytib o'tganimdek, to'liq tanishib chiqinglar o'zingizlar. Xo'p, qaranglar, bu coin hali birjaga chiqqanligi yo'q, ammo birjaga chiqmasdan avval уже 11 million kapitalni yig'ib olgan investorlardan. Tushuntira oldimmi bu narsani? Bu katta kapital degani emas meme coinlar uchun. Bundan ham katta kapitalni yig'gan meme coinlar mavjud, ammo rezultat yomon emas, zo'r. Proyeksiya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda oddiy qilib aytganda shu meme coin haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Продвинутый AI agent. Juda ham zo'r fishkalardan biri bu meme coin. Qaranglar. Bu meme coinning o'zini Twitter akkaunti mavjud va Twitter akkauntiga odamlar post yozmaydi. Oddiy qilib aytganda sun'iy intellekt, Mind of Paperga tegishli sun'iy intellekt o'zini reklama qiladi va o'zi haqida postlarni yozib qoldiradi. Tushuntira oldimmi? O'zi haqida ma'lumot beradi va o'sha sun'iy intellekt kundan kunga kuchayadi. Va darojna karta bo'limiga o'tadigan bo'lsak, kelajakda o'sha sun'iy intellekt nafaqat o'zi haqida ma'lumotlarni yozadi, ya'ni o'zi haqida postlarni qoldiradi. Kelajakda o'sha sun'iy intellekt, Mind of Paperga tegishli sun'iy intellekt Bitcoinni analiz qilishga yordam beradi. Ba'zi bir kriptovalyutalar haqida o'z fikrini qoldiradi va kripto aktivligi tegishli sizlarga signal berishga harakat qiladi. Ya'ni men bu coinni sotib olsangiz, ertaga narx ko'tarilish ehtimoli bor deb sizlarga post qoldirishligi mumkin bo'ladi o'z Twitter akkauntida. Twitter akkauntining silkasini video roligimizning описаниесida qoldiramiz. Qiziq bo'lsa, bemalol o'tib o'sha sun'iy intellektda postlarni o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Закрытая информация для владельцев токена. Bu coinni sotib oladigan bo'lsangiz, Telegram orqali yopiq informatsiyaga ham ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Tokenomika bu bo'limiga o'tadigan bo'lsak, stop bo'ldi. Tokenomika bu o'zi nima va bizga nima uchun kerak? Aynan tokenomika orqali biz hali birjaga chiqmagan coinlarni qanday taqsimlanganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Deyli kompaniya o'zining 100 mingta kripto tokenlarini ishlab chiqardi. 25%ni AI agentiga ishlatdi, ya'ni sun'iy intellektga.
20%ni marketingga ajratgan, 15%ni odamlarga tarqatish uchun, 10%ni birjaga chiqazadi va 30%ni razraботчиклар, ya'ni tokenni yaratgan odamlar o'ziga olib qoladi. Aynan tokenomik orqali o'sha statistikaga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda qaranglar, ma'lumotlarni tushuntirib o'taman. 25%ni AI agentga ishlatgan, oddiy qilib aytganda pullarni, tokenlarni. 20%ni marketingga tarqatgan tokenlarini. 15%ni вознаграждениеga, ya'ni qanaqadir zadaniyalarni bajaradigan bo'lsanglar, pul kiritmasdan turib ham o'sha coinni tekinga olishinglar mumkin bo'ladi. 10%ni birjalarga chiqaradi, 30%ni oddiy qilib aytganda razraботчикларga beradi, ya'ni o'sha tokenni yaratgan odamlarga tarqatadi. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Marketingga juda ham katta pulni sarflagan, shuning uchun narx ko'tarilish ehtimoli mavjud. Chunki oluvchilar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, narx резкий ko'tarilish ehtimoli ham mavjud bo'ladi. Как купить? Qanaqa qilib sotib olish haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, karta orqali sotib olishingiz mumkin. Visa karta, Mastercard yoki kripto aktivlarni investitsiya qilgan holda sotib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlarni MetaMask yoki shu CoinPay kошелегinglarni ulagan holda. Ba'zi bir savolinglar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham zo'r proyektlardan biri bolalar. Bu memcoin, mashhur memcoinlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa Yevropada, O'zbekistonga bu memcoinni adashmasam birinchi bo'lib biz obzor qilamiz. No, yaxshi memcoin, ammo risklari mavjud. O'zi любой memcoinni sotib olishdan avval aytib o'tganimdek saytiga kiringlar, to'liq ma'lumotlari bilan tanishib chiqinglar. Sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Ammo baribir tanishib chiqqaningizdan keyin memcoin zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'zi haqida chotki ma'lumotlarni qoldiradigan bo'lsa ham savdoga chiqqanda narx tushib ketishligi ham mumkin bo'ladi. Ammo ko'pincha holatlarda proyekt kuchli bo'ladigan bo'lsa, narx ko'tariladi. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Va bolalar, bu yerda staking bo'limi mavjud. Ya'ni sotib olgan coinlaringizni siz qaytadan stakingga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Stakingga kiritadigan bo'lsangiz, 1 yilda ichida 214% qilib, oddiy qilib aytganda, sizga qaytaradi. Masalan, 100 mingta coinni stakingga kiritdingiz, staking 1 yilda ichida shu 100 mingta coiningizni 214% ustidan qo'shib qaytaradi. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ammo tavsiyam, mem coinlarni sotib olganingizdan so'ng ko'p ushlab turmanglar. Mem coinning narxi riski ko'tarilgandan so'ng pastda olgan odamlar tepada sotishni boshlaydi. Natijada narx tushib ketadigan bo'lsa, 1 yil kutib, oxirida 214% oladigan bo'lsangiz ham ustidan baribir zararda qolib ketishligingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun mem coinni oldingizmi, sizga kerakli foyda bo'ldimi, srazu sotishga harakat qilinglar. Demak, bugungi video roligimizda sizlarga Mind of Pepe mem coin haqida ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qildik. Perspektiv mem coinlardan biri hisoblanadi. Barcha ссылкаларni описаниеda qoldiramiz. Saytiga o'tib, ma'lumotlar bilan bemalol o'zingizlar ham tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va bolalar, shunga o'xshash rubrikam sizlarga yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimizdek, komment, layklarni qoldirishni unutmanglar. Ma'lumotlarni cho'zmaymiz, qisqa, lo'nda qilib signal berishga har hafta harakat qilamiz. Va aytib o'tganimizdek, hali birjaga chiqmagan coinlarni oldindan minimal narx bo'yicha sotib olishni o'rgatib o'tishga urinamiz. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha